Tut, qatiq, qaymoq keldi. Tvorog sotamiz. Yog'li qatiq sotamiz. Tuz olamiz. Chirigan olma ham olaveramiz. Qaranglar, qachongacha mana bunaqangi qiynalasiz. Qarang, qiynalishini qarang. Endi bularni davri o'tdi. Yangilikda zo'rini ko'rsataman. 3 g'ildirakli mana bunday bortli veliklarimizni ishlab chiqarayotgan Farg'onaning Yozyovonidan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu Monisni qotili desak ham bo'ladi. Ya'ni mana bortini ham ko'rsatib qo'ying. Bortini bitta ochib qo'yasiz. Buni bog'cha, maktablarga ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni 100 kilodan 250 gacha bemalol yuk ko'tarar ekan. Doimiyga ko'proq ishlashni xohlasangiz 100 kilogacha bemalol, ya'ni yukni bosib ishlataverasiz. Bozorlarga ham juda ham zo'r bo'ladi, olib chiqib tirikchilikka foydalansangiz ham bo'ladi. Narxi atigi 2,5 million so'm bo'lar ekan, vodiyning ichiga faqat dastlabkasida tekin ekan. Uzoq joylarga ozmaz yo'l kira qo'shilib qolar ekan. Bu 750 ming so'mga bu Xitoy veligimiz bo'ladi. Toza Xitoy bo'ladi, atigi 750 ming so'mga. Kimga qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bemalol bog'lanaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berar ekan.